Hammaga assalomu alaykum guys. Bugun biz sizlar bilan TrackMe'dagi bitta room ishlaymiz, ya'ni lookup degan. Asosan machine haqida gapiraman. Enumeration va yana enumeration va oxirida esa previous escalation qilish. Machine turi oddiy, ya'ni oson. Kelib ko'ramiz aynan nimalarni o'z ichiga olganligini. Ko'p narsa o'rganib olishimiz mumkin. Demak, biz boshlasak bo'ladi. Xo'p, birinchi qiladigan ishim aynan bu yerda terminal ochib oldim va o'zimni directory'ga o'tib oldim. Adashmasam lookup directory'm bor. Okay. Endi leader qiladigan ishimiz nima? Endi bu bilan birinchi galda scanni amalga oshirib olaman. Ya'ni SV service version timeout oshirgan, minimum rate'ni bera olmayman. Yana tezroq scan qilish uchun va IP adresini berdim. Variability'ni oshirdim. V klavishasi bilan ko'rishim mumkin 80 va 22-portlar ochilgan. 80 asosan Nginx yoki Apache bo'ladi, 22 esa SSH protokolimiz ishlayapti ekan. Ajoyib. Keyingi terminal ochaman. Buni esa nomini qo'yamiz nmap scan tarzida. Ajoyib. Keyingisi. Keyin qiladigan ishimiz bu aynan web page'ga borishimiz. Birinchi galda tekshirib ko'raman. Agarda redirection bo'ladigan bo'lsa, tezlik bilan aynan etc hosting faylimni qo'shib olaman. Ajoyib. Locationni topildi deyapti. 302 lookup tcmda. Ajoyib. etc hostga qaytamiz. IP adresini berdim. Nima dedi? Lookup tcm dedi. Ajoyib. Buni qo'shdim. Endi deydi. Yana bir marta yuborib ko'ramiz. Hali bo'lmabdi ekan. Ungacha Firefox ochaman. Shu yerdan IP adres berdim. Okay, lookup tcm ochdi. Bu ham tekshirib ko'ramiz. 302 found deyapti. Lekin agarda biz bemalol lookup tcm berib ko'radigan bo'lsak, ko'rishini 200 qaytaradi. Ya'ni javob okay. Ketdik keyingisiga. Username va passwordlarimiz bor ekan. Okay, agar men username passwordga test berib ko'rgan bo'lsam, ya'ni default tarzda aytayapti from username or password deyapti. Ajoyib. Agar nima admin turli default tarzda teraman. Login parollarni. Endi lida menga esa wrong password deyapti. Demak, hozir tushunish mumkin. Username'ni aniqladik. Masalan, admin degan username aniqlagan paytimizda butun nima bo'pti? Aynan paroli noto'g'ri bo'lgani uchun wrong password beradi. Lekin agarda bizning userimizda xato bo'ladigan bo'lsa, wrong username and password deyapti. Ya'ni ikkalasi ham xato deyapti. Demak, biz birinchi galda qilgan ishimiz userni enumeration qilish, keyin esa password bo'ladi. Ammo bundan oldin keldi zerikkandan favni yo'q qo'yamiz. Dirbuster'dan directory listing yo'q qo'yamiz. Aytaman bundan shu URLni ber. Shu yerdan faz qilishni boshlagan. Dash IC bilan volistdagi kerak emas bo'lgan trashlarni chiqarmang deb aytdim. Okay, boshlandi bu yerdan. Buni biz aytamiz fuzzing deb qo'yamiz. Ajoyib. Keyingisi endi user enumeration keladi. Fav bilan yana user enumeration qilaman. Olasizlar Gidro bilan qilaylik. Menga fav udobni shuning uchun, ya'ni menga fav qulay. Shuning uchun o'qimoqchiman. Volist beraman doimgidek. Faqatgina bu yerda volist user share volist ichidagi checklistni ishlataman, usernamesni ichida xato netni ishlataman ekan. Ya'ni u minutaga yaqin passwordlar username da bor. Menga qiziq, shuning uchun ham birato'da ko'pini ishlatganim yaxshi. Endi URL beraman. URLimizni ko'rayotgan bo'lsanglar bor. Faqatgina bitta narsaga e'tibor beringlar. Agarda men test yuboradigan bo'lsam, endpoint'i login php ga yo'naltiradi. Demak, men bu yerga login php beraman. Endi deydi content type ni qanday tarzda qabul qilyapti ekan. Shuni ham bitta ko'rganimiz yaxshi. Demak, agarda men test qiladigan bo'lsam, login php ni bo'pti, o'sha olamiz keladi unda. Test ma'mullashim uchun URL encoded bo'lsa kerak. Application URL encoded, shu sabablik ko'ramiz. Forward qo'raman. Test. Aytganimdek application form URL encoded va ko'rgan bo'lsangiz username password shunaqa tarzda ushlayapmiz ekan. Ajoyib. Men header sifatida berdim buni. Faqatgina header sifatida berayotganim uchun content type berib ketishim shart. Ajoyib. Endi nima qoldi? Va post request beraman bu narsani, chunki men post yuboraman. Bundan tashqari
dash d sifatida data beraman. Kelinglar, datada aynan username username ni fas qildingman. Faqatgina username fas qilyapman. Aynan username topish uchun harakat qilyapman. Username qayerdan topasan? Aynan username xatonet men bergan so'zlar to'planmasdan. So'zlar to'planmasdan birma ketim brute force qilish boshlaydi. Давайте username ni berdim. Va dedim, passwordni ham berdim. Passwordni любой narsa berishingiz mumkin. Test sifatida berib qo'yaman. Ajoyib og'ir ishlarimizni IC ni berib qo'yaman. Agarda error chiqadigan bo'lsang, error chiqadi bizga agarda wrong username or password berib qo'yamiz. Xo'p. Wrong username and password deb beraman. Ajoyib. Enter bosdim. Menimcha xatolik yo'q. Size beradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, file size ni kelinglar. Aynan u xohlayotgan bo'yicha berib qo'yaman. -fs 74 berdim. Ajoyib, boshlandi. Ajoyib. Admin уже username aniqlandi. Admin bor ekan va Joes degan userimiz bor ekan. Ajoyib. Kelinglar, men buni yana fuzzy user deb qo'yaman. Berdim. Keyingisi bizda username bor. Qatdan biza bildik bu narsani. Kelinglar, menga bu kerak emas. Bo'ldi, shart emas. Shuning uchun ham men Joes qiladigan bo'lsam, любой bitta parol beradigan bo'lsam va login qiladigan bo'lsam, bu yerda nima bo'lyapti? Wrong password. Ajoyib. Username aniqladik. Endi parolni aniqlashga harakat qilamiz. Kelinglar. Yangi tab ochaman yana. Buni esa fuzzy pass deb qo'yaman. Xuddi shu narsa, ya'ni fav volusdan faqatgina biza volusni rockini ishlatamiz. Rocky.txt mayli, keyingisi URL sifatida http aynan look up tchmdagi login php gani. Hop, nima qoldi bizga? Bundan tashqari bizga content type berib ketishimiz kerak. Kelinglar, uni content type berib ketaman. Content type'larini if error gacha. Hop, faqatgina bu yerdagi qism to'g'rilashim kerak. Ajoyib, to'g'rilandi. Error chiqadigan bo'lsang, endi wrong username password emas, wrong bo'ladi password bo'ladi. Ya'ni username'imiz bor allaqachon, ya'ni username'imiz qaysiga aniqlandi? Joes degan userimiz aniqlandi. Men bunga Joes deb beraman. Endi parolimni topishga harakat qildim. Qatdan rocky.txt dan. Okey, ajoyib. Enter qildim. Qaranglar, errorlar chiqyapti. Hop, tekshiramiz. Look up. Biz esa look deb yozib qo'yamiz ekan. Look up diychi. Bo'ldi, ajoyib. Errorlar chiqmayotgan ko'rayotgan bo'lsanglar va aniqlashni boshladi. Fuzzy username, fuzzy. Bo'ldi. Menimcha bu yerda o'zi hech narsa chiqmasa ham kerak bunaqa ketaverishdi. Fuzzy username dan Joes ni ochib berdi bizga. Fuzzy password. Ajoyib, password. Parol password 123. Keldi. Username'ga Joes berdim. Passwordga 123. Ko'rayotgan bo'lsanglar, files lookup tchmga yo'naltiryapti. Ya'ni biz endi files.lookup tchmni qo'shib qo'yishimiz kerak edi etc hostimizga. Ajoyib. Yangi tab ochaman yana. Nano etc hosts va bu yerga beraman files lookup tchmni. Ajoyib. Bitta tekshirib ko'ramiz yana. -i bilan responsini files ichidagi lookup aynan tchm. Ajoyib, found bot bizga. Agarda faqatgina response bilan body ni olib kelib deyish mumkin. 302 found out qo'shildi menimcha. Refresh qilamiz. Elfinder html degani bor ekan bizda. Qiziq. Juda ham qiziq. Bizda juda ham ko'p admin txt administratorlar bor. Guest txt. Joyib ftp. Mani o'ylashim bo'yicha credentials sync not password. Qiziq. Keldi, shuni qo'shib qo'yamiz. Nano press deymiz txt ga. Men o'ylashim bo'yicha unaqa no password bo'lmasa kerak, no. Попытка не пытка, ya'ni qarab ko'ramiz yana. Guest txt, info txt. Qattiq so'zlar.
o'ylashimcha passwordni ya'ni saqlab, keyin undan keyin mutation qilib, keyin kirish bo'lmasa kerak, juda ham oddiyroq bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Qattagi so'zlarni tiqib tashlagan har bitta faylni o'ziga. Da, ko'rayotgan bo'lsanglar, har bitta so'zlarni tiqib tashlagan. root.txt, ajoyib, test.txt, test. Bunda ichida umuman hech narsa yo'q. To'xtanglar, agarda bu naqtaroz ochib berayotgan bo'lsa, agar sen shu naqtaroz ochib berayotgan bo'lsang, menga hammasini olib kelib ber. Okay. Oy, sorry. TXT agar kursiv tarzda deydigan bo'lsam-chi va keyingilarga hammasi. Ne? Hozir uchun mana boshqa bo'ldim. Bo'lmadi. This login txt Joe's password. Bu aniqlandi allaqachon. User txt da. Yana qayerdagi so'zlar? Vagrantda yana bir xil so'zlar. Qayerdagi bir xil so'zlarni olgan. Trash ichida bor ekan. Folder is empty, places swift files o'zi fayl yaratishimiz mumkin ekan. Pap yaratib ko'rdik. Ajoyib. Fayl ham yaratsak bo'lsa kerak. New folder, new file. Hello. Ajoyib, yaratilmoqda, muammo yo'q. Yaratilmoqda. Yana ko'ramiz. File, papkalar. Search kerak emas bizga. Nasirkalar bor ekan. Rootdan ko'rsar ekan. Yo'q. Xo'p, keyingisi. Finder, okay. Versiyamiz 2.1 2.1 bo'lsa 2009-19 demak 2009-yillarniki bo'lsa exploit bo'lishi kerak. Qidirib ko'ramiz. Finder exploit GitHub deb ko'raman. Okay, exploit GitHub versiyasini berib ketaylik. Hop, ungacha mana bu trashlarni yo'qotib tashay. Test fayl ichida bor ekan. Finder ichida. Bunda kerak emas bu narsa. Tashlaymiz buni ham. Shu turursan. Okay. Kelma exploit olamiz unda. PHP repeat anashlar lot ekan. Oson ekan, keldi. Ko'ramiz. Finder bo'lgan bo'lsa, menga shuning kerak. Git clone bilan clone qilamiz. Ajoyib. Keldi, nomi juda ham uzun. Buni exploit deb yozamiz. Okay, exploit. Keyin qilgan ishimiz buni aytishligi bo'yicha exploit berishimiz kerak, target berishimiz kerak. Targetimiz files lookup.html va finder va undan keyin esa localhost va local portlarni berishimiz kerak. Ajoyib. Ketdi. exploit.py dash targetimiz atdi. http filesni ichidagi aynan file subdomaindagi lookup html va bu yerga bo'ldi, mana shu yetadi. Endilikda nima berish kerak edi? -lh, ya'ni -lh berishim kerak ekan bu local host sifatida. Mana bitta tekshirib olay. Maniki tan 1 berdim. -local port sifatida esa 1337 dan beramiz. Ajoyib. Bu yerdan keldi listen qo'yamiz. Netcat -nlpp 1337. Tushunishlik uchun netcat bu tool mmap oilasidan -n domain name server skip qil, v verbatim oshir, l listen qil, p esa port. Ya'ni port berayotganimiz oxirgi 1337 bo'lyapti. Ajoyib. Enter bosdim. Ajoyib. Upload image ga topdi. Balkim filesga berish kerakdir. Finder ga berish kerakdir balkim. Finder. Va buni kodga olib qo'ysam. Mana endi ham ishladi. Getting file hash, rotating image, requesting shell bo'ldi menimcha, dev TCP da qaytdi bizga.
Ajoyib. Keldik. Qaraysiz www aytamiz. Qo'yamay qoladigan bo'lsam, ajoyib. www aytamiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz nima? Birorta videoni tekshirib ko'ray. Videoda muammo yo'q. Ajoyib. Ketdi. Tekshirib ko'ramiz bu yerda. O'zi bu yerda bir narsa yo'q. MySQL Storage SQL qiziq faqat men uchun. Bu yerda faqat ekan SQLni o'zining konfigi. Hechasi yo'q. Qaytamiz. Elfinder'da permission demaydi. Okey, orqaga qaytamiz. Bu yerda Elfinder, index.php'da ko'rdik bu narsani. Bu ham shart emas bizga. Okey. Root page hechasi yo'q. Bu kaptichimda balkim qiziqroq narsa chiqib qolar. Public HTML. Okey. Next login status. Endi loginni biz bilamiz, chunki уже JAWS bilan passwordni qarab o'tdik ekan. Qiziq. Qiziq, juda ham qiziq. Pastda o'zimiz o'qib ko'rdik. Bizda Ubuntu bor va sync degan userimiz bor ekan. Okey, Ubuntu tag default keladi. Uchun va SSM user ham default kelsa kerak. TCMni ko'p ko'raman. Biz syncga kirib ko'ramiz keldi. Password yo'q bizda. Balkim sync qiladigan bo'lsam, mapda saqlab qo'ygan passwordimiz bo'lishi mumkinmi? Nimaga? Bo'lishi mumkin emas. Mani o'ylashim bo'yicha, lekin qiziq bo'lishi kerak. No password. Beri ko'ramiz. No password. Ajoyib. Yo'q. Authentication failure. Home syncni o'zini uyiga borib ko'ramiz unda. user.txt. Okey, menimcha o'qiy olmayman, yo permission yetmaydi va password degan qism bor. Ajoyib. Faqatgina bunga permission yetarli emas. Okey, basic enumeration qilamiz, ya'ni find bilan aynan bizga SUID permission bor bo'lganlarni tekshirishimiz kerak. Finddan foydalanaman va errorlar bo'ladigan bo'lsa, terminal unitlar bor. Okey, chfn, chshell, gpsld, mount, new group, psld, sudo, mount, bular hammasi default keladi. Change shell, bular yana qaytarilyapti. Mount, umount, device, bular ham kerak emas. Bu ham kerak emas. Bu qiziq, spin pwm, it bu ham yo'q. Bular shart emas uchun. Bizga pwm kerak. Qiziq. Bosadigan bo'lsam, nima deyapti? Spin pwm running id command to extract the username and user id uid bo'yicha va bizning idimiz bu aynan id bo'yicha tekshiradi username to'g'ri keladigan bo'lsa u nuqta passwords txtni tanlab berar ekan. Aha. Bizda HomeSyncda bor. Haligini ko'rdik biz. Yana bir ko'rsatish mumkin. Bor bizda. Ko'rayotganimiz byte ham bor. Demak, ichida nimadir bo'ladi. Xo'p, qiziq narsa qilib ko'ramiz. Kelinglar, TMPga o'taman. TMPga o'tib turib aytaman. Ya'ni, men shunaqa tarzda manipulyatsiya qilaman. Aytaman, xuddi men sync userman. Shuni blogini deb aytaman. Men sync userman. Shu tarzda meni tushungan degandek qilib ko'ramiz. Kelinglar. Men aytdim, aynan ketdi. TMPni birinchi galda ID degan komandamizni olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi galda ID degan komandamizni olishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, ket olamiz. TMPdan IDni EOFdan foydalanamiz. Bu bash scripting kirib ketadi. Okey. Qattadir xato qildik. Okey, xato qildik. Yana bir marta refresh qilib ko'ramiz. Agarda men shunchaki yo'qmi? TMPda ID yozib ekan. Qiziq, juda ham qiziq. Yozib ekan. Clear manda yo'q. Yana bir marta ko'ramiz. Bizning hozir vazifamiz aynan IDni tenglashtirib qo'yish o'zimizdan keyin. Ya'ni sync degan userni biz o'zimizga qamrab olishimiz kerak bo'ladi.
ko'ramiz ketdi. Olaman, aynan katta foydalanamiz. TMP ID'ni o'ldiramiz. EOF'dan foydalanishim kerak bo'ladi. Endilikda bin5 da o'zimizdan skriptimizni beramiz va aytamizki eco bilan chiqargan aynan $sign beraman komandasini, ID'sini, kimligini, sinkini chiqaradi menga va EOF'ni tugataman. Okey, menimcha bittani olsa kerak. Deb o'ylayapman. Ajoyib, yana broken bo'ldi. Shuni ko'ramiz. TMPga o'tib ko'raman yana. Yo'q. Bu shunchaki tugatib beryapti bizga. Juda ham qiziq. Nima qilishimiz mumkin? Hozir PWMdan foydalanyapmiz va bizga olib kelayotgan bo'lsa. Kelli, agar bu narsa tushunmayotgan bo'lsa, biz bu shuni yozib ko'ramiz. Aytamiz, ketna foydalan, TMP, ID, EOFdan foydalan deymiz va bundan tashqari bin5 ni ishlat, eco da $sign which kimnikida which deyapman, ID syncda userlik. Ajoyib. Endilikda oxirgisi tugatamiz. EOF bilan ajoyib. Mana endilikda yozdi. Nihoyat ID qiladigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin bin5 soatda aynan syncda IDsini ishlatib beryapti. Change modedan foydalanamiz. Buni TMP ni ichidagi IDga permission execute permission beramiz. Endilikda bu aytishimiz kerak. Aynan shu pezimizani, ya'ni TMP pezimizni o'zimizni environmentga berib qo'yishimiz kerak. Ya'ni shu yerdan olgan, deb tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi tizimga. Export qilamiz. Buning uchun export kerak bo'ladi. Pez sifatida beraman. Qaysi pezimizni? TMP pezini va oxiri $sign deb pez berib ketaman. Bo'ldi, pez berildi. NV bilan tez ko'rishimiz mumkin. Okey. TMP sifatida berildi. Endilikda oxirgi qilgan ishimiz user bin, to'g'ri, user s bin ichida edi. PWM. Ajoyib. Bizga syncni IDsini retrieve qildi, ya'ni chiqarib berdi va .passwordsning ichidagi parollarni hammasini bizga chiqarib berdi. Kelli olamiz. Juda ham ko'p passwordlar SSHdan foydalanib ko'ramiz. Xo'p, men buni aytaman. Ramp shell deyman. Xo'p, buni aytaman. Getting a shell deymiz. Va endilikda bu yerda user syncga kirayotganimiz. Ajoyib. Nano passwords bilan berdim. Ajoyib. Parollar bor. Kelli gitlardan foydalanamiz. Shunchaki oddiy -l username sync passwordimiz user share bo'lisiga rockini beraman. Rocky deyapman. Sorry. Password beraman va SSH ga IP adresimiz. Okey, boshladi. Hozir bu bir force qilish boshlaydi. Username berganmiz -l sync sifatida va password ham berganmiz. -p passwordimiz aynan bizni topgan parollarimiz. Parolni ko'rishingiz mumkin. Jose Mario aka sync degan. Ketdi, kirib ko'ramiz. SSH sync 10 82 184 157. Ajoyib. Password ham berdim. Ajoyib, nihoyat kirdik. user.txt bor, buni o'qib qo'ymasligini qilaman, o'zingizlar o'qib olsanglar bo'ladi. Okey. Keyin qilgan ishimiz birinchi keldi sudda shellni va parolni berdim. User bin look. Keldi, endi men komandani nima qilishini tushuntiraman sizlarga. Look komandasi faylda aynan sizlar bergan string bo'yicha qidiradi. Mana, masalan, nano qildim, something deb berdim, txt bor va aytaman bu yerdan indigo double deb berdim. Va endi look komandasini beraman. Look dedim, aynan ichidan digoni qidir stringda va qayerdan something txt dedim. Ko'rishingiz mumkin, digoni qidirib beradi. Ko'rasizlar? Ya'ni digo bilan tegishli. Something txt bitta ochib olamiz, ko'rayotganimizda digo bilan tegishli. Shunga bilan tegishli bo'lgan narsalarni chiqarib beradi bizga. Aynan bizlarni ruxsat berilgan ko'rayotganimizda all, ya'ni biz root huquqida user bin lookni bajara olishimiz mumkin. Va bizga
aynan o'sha faylni chiqarib beradi. Bu juda ham qiziq. Keldi ko'ramiz. Masalan, men aytdim sudo user bin lookni ishlatgan va qaysi string kerak emas bizga etc shadowdan etc shadowni barchasini chiqar. Chunki bizda root huquqida bajaramiz, root huquqi berilgan bizga. Enterni bossam ko'rayotgan bo'lsanglar, menga chiqarib beradi. Ajoyib. Demak, biz xohlagan joyimizga kirib borishimiz mumkin. Men tezlik bilan root txni olgim kelmayapti. Kelinglar rootni shellni olish kerak qilamiz. Agar uning ichida SSH bo'lsa, rootga kiramiz. Root ichida agarda id rss bo'ladigan bo'lsa, ajoyib bor ekan. id rss ni olamiz. Okey, id rss olindi. Bu yerga ketamiz. Root pvn deb nano id rss ni copy paste qildim. Change mode bilan 600 permission beraman. Faqatgina read and write permission id rss ga and read ssh -i sifatida, ya'ni id rss bo'lganligi uchun -i option beraman. Shuni sifatida mana identifikatsiya qilgan root va bizani sevimli IP adresimiz. Okey, kutamiz. Negadir kirmayapti. O'ylashim bo'yicha id men tarmog'imda mombot ko'rayotgan bo'lsanglar yomon qotdi, juda ham yomon qotdi. id public ham bo'lsa kerak. Da tarmoqda mombot. Yukida ularni roomida. Hop. Fazdan o'chirib qo'ysak bo'ladi desamda, bu yerda hech narsa chiqmabdi o'zi. Bu userlar ham shart emas, ko'rayotgan bo'lsanglar ancha abol bo'lib ishlab ketdi. Buni o'chirib qo'yamiz, bu ham shart emas, o'sha kerak emas bular. Ajoyib, rootga kirdik. id root qo'yamay qiladigan bo'lsak. Okey, rootligimizni bildiryapti. Root page'da turibmiz. ls qiladigan bo'lsak, bizning sevimli root txtimiz bor. Buni o'qishni o'zingizlar o'qiysizlar. Asosan shu mashinamizda shundan iborat. Menga yoqdi. Enumeration va ba'zi bir narsalarni o'rganishga harakat qildim. Buning ichida o'zingizlar uchun not qolinglar. Kommentariyada aynan qaysi bitta roomni ko'rishni istasanglar, birgalikda ko'ramiz. Kelinglar, aytinglar kommentariyada. Mana harakat qilaman, sekin-sekin easy'dan tugatib olib turib, nolasi sal mediumga, keyin mediumdan keyin hardga o'tishga harakat qilamiz. Payetapman, ya'ni hammasi etap bo'yicha ketadi. Demak, hammaga rahmat. Keyingi darsda yoki keyingi videomizda ko'rishguncha like and comment esingizdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat.